Hop, bugungi darsimiz liquidity. Hop, ya'ni bizda liquidness degan. Buni asl ma'nosi nima? Qanaqa ma'no kelib chiqadi? Shuni ham gaplashamiz. Hop, liquidness degani bizda orderlar jamlanadi, to'g'rimi? Bozorda orderlar shakllanadi. Ya'ni bozorning harakatiga ochilgan bitimlar sababchi, ya'ni talab va taklif zonalar shakllanadi. Bozorda narx ko'tarilishiga sabab o'zida-o'zi ko'tarib qo'ymaydi buni hech kim. Misol uchun, biron bir tugma yo'qki, Amerikada o'tirib olib bosadigan bo'lsa ko'tarilishiga. Bu narsani o'sha talab yoki taklif soniga qarab turib yokida o'sha baribir siyosatga kelib chiqadigan bo'lsa ham talab oshadigan bo'lsa, joy, misol uchun ishchi soni ko'payadigan bo'lsa talab oshadi, o'shanga qarab narx ko'tariladi. Ishchi soni kamayadigan bo'lsa talab kamayadi, taklif ko'payadi, o'shani hisobiga narx tushadi. Bu narsa o'sha bor narsa, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bozorda talab borki, bizda orderlar shakllanadi, orderlar stop lossga yig'iladi. Va o'sha stop losslar bizda liquidness shakllantirib keladi. Misol uchun, retail yo'nalishida shunaqa liquidness turlari bor. Hozir hammasini bir ko'rib chiqamiz. O'shalar bizga asosiy liquidness, ya'ni retail stop lossi bizda liquidity hosil qiladi, uni yetishini kutishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni misol uchun bizda patronlarga keladigan bo'lsak, hop, buni qora qilib qo'yganim uchun ko'rinmayapti. Hozir bir minut. Mana. Hop, misol uchun bizda patronlar qanaqa shakllanadi? Patron bilan ishlaydiganlar m patron hosil bo'ldi deydi, to'g'rimi? Mana shu holatda. M patron hosil bo'ldi, uje buni yorib o'tdi, darshi baga deydi. Bu joyda bizda nima shakllanadi? Narx yuqoridan qaytgani uchun, o'sha zona shakllantirgani uchun bizda liquidness shakllanadi. Mana bu maksimumlarda. Ya'ni bizda ikkita maksimum shakllandimi? Mana shu zonada bizda liquidness shakllanadi. Ya'ni bu yerda orderlar borki, narx quladi. Bir marta, ikki marta reaksiya oldi bu zonada. Sabablisi bor. Mana bu minimumni olib turib, narx tepaga ko'tarilib, mana bu liquidnessni yechgani chiqadi va bu joyda yana savdoga kirishadi, selga по-любому narx уровеньdan qaytadi yoki o'sha blokdan qaytadi deb turib kirishadi va ularni stop lossini yechib, bozor undan keyin dashi selga ketishi mumkin. Ya'ni bu joyda yorib o'tdi yoki baga deyish mumkin yoki ertaroq selga kelishi mumkin. Narx o'shalarni stop lossini olib turib, bozordagi o'sha maksimumdagi liquidnesslarni yechib olib, patronni o'shandan keyin narx qulashni boshlaydi yokida yorib o'tib, ozgina ko'tarilib dashi tushadi. Shunaqa holatlar bo'ladi, ya'ni patronlar asosan. Yoki misol uchun ko'pincha bizda clean modeli yoki boshqacharoq shunaqa patronlar hosil bo'lib qoladi. Yorib o'tgan tarafga ishlaymiz deydi, to'g'rimi? Bu narsa agar e'tibor bergan bo'lsanglar, oxirgi payt ishlamay qoldi. Nimaga? Chunki bozorda liquidness ancha muhim rol o'ynayapti. Ya'ni aytaylik, bizda shuni yorib o'tgandan keyin pastga selga kirmoqchi bo'lishadi, narx ozgina tushib turib, darshi tepaga ketadi. Lekin qanaqa holat bu yerda retestdan sel kirishadi, stop loss, take profit pastda bo'ladi, narx ozgina foydasiga chiqaveradi yoki chiqmaydi, darshi stopni urib ketib qoladi. Ya'ni biz unaqa holatda qanaqa savdoga kiramiz? Biz mana bu pastdagi liquidity yechilishiga qarab, mana bu liquidity yechilishiga qarab pastdan blok qidiramiz. O'sha immuniy blokdan savdoga kirishimiz mumkin. Undan keyin take profitimiz mana bu maksimumda bo'ladi. Tushunarlimi? Xuddi shunaqa patronlar ishlamay qolgan. Buning sababi uje ular liquidness rolini o'ynab beryapti. Просто stop loss hunter bo'lib beryapti bizga. Yana boshqacharoq patronlar, ya'ni misol uchun shunaqa patronlar shakllanadi, uje bo'ldi, dashi baga deb o'ylaydi. Misol uchun trend shakllanadi mana bu holatda. Va bizda nima bo'ladi? Trend yorib o'tadi, retestga kelayotgan payt immuniy shu zonadan selga kirishadi va bozor nima bo'ladi? Tepaga dash qarab ketadi. Nimaga? Chunki bu bizning strukturamizga ham tushadi. Ya'ni mana bu liquidness yechib turib pastdagi blokdan narx baga. Mana bizda mana bu trend liney liquidness, trend liney liquidnessni yechadi bozor, blokdan baga uchadi. Take profit maksimumda. Va narx yana maksimumda yechib turib, yana ozgina selga tashab, pastdagi liquidnessni yechib, yana blokdan baga. Shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Mana shu bizda liquidness shakllantiradi. Buni bozorda ham ko'ramiz. Yana qanaqa modellari bor? Ya'ni har bitta maksimumda va har bitta minimumda liquidness bor. Ya'ni o'sha liquidness shakllangandan keyin o'shani yechishiga qaraladi. Ya'ni bozor shimunda shu yerga keldi, selga kiraman deya olmaysiz. O'shani yechib turib ketib qoladigan holatlar bor. Sababi nimada deganligi uchun. Tushunyapsizlar? Ya'ni maksimum paydo bo'ldi, o'sha maksimumda order bor joyda liquidness shakllangan. Liquidness bor joyda o'sha bozor o'sha tarafga harakat qilib, uni yechishga harakat qiladi. O'shani kuzatib, qayerdan qanaqa savdoga kirish kerak, nima qilish kerak, o'sha narsaga ko'proq e'tibor qaratadigan bo'lsak, bozorda bizga ancha foydasi bor. Undan keyingilarda ham xuddi shunaqa. Misol uchun bizning trendga chiqqanlari ko'proq ishlab beradiganlar bizda trendning liquidnessi bor. Mana
bozorda trend qanday shakllanadi, endi o'sha trendda har bittasini narx ko'tarilishda mana shu ko'tarilish orderlar shakllanadi. Ya'ni buy bitimlar bor, endi o'sha bitimlarni stop loss yoki deb bezu bitkasi bo'ladi. Va bit yechgandan keyin уже сразу narx stopini oladi. Ya'ni oxirgi bitim oladigan farqi yo'q qancha. Ya'ni aynan immuniy shuni hammasini 100% qoplab berib, keyin ketish kerak degani emas. Bu просто mana shu trend shakllanadi, o'sha trendni yorgandan keyin уже qanaqa fikrga keladi yorgandan keyin retail traderlar. Уже sellga kirish degan narsa bor. Ya'ni sell bitim ochish degan tushunchaga keladi va stop loss take profit qo'yadi. Endi bozor mana shu tarafdagi likvidness yechib turib, уже buy side likvidness yechgandan keyin narx tepaga yurib, dashi maksimumga yechib ketadi. Ya'ni bu joyda уже buy trenddagi trendini hosil qilgan trending likvidnessni yechdi, и plus bozor yorib o'tgandan keyin уже sellga trend tasdiq oldi degan tushunchani borlar uchun o'shalarni stop lossini yechib dashi buyga ketadi. Bizda unaqa holatda qanaqa? Ishlamagan blok qidirilib, o'sha blokdan buyga kiriladi. Misol uchun bugungi holatda ham shuni ko'rsatish mumkin tillarda. Endi xuddi shu holat. Shunaqa shakllangan. Xo'p, biz buni likvidnessni qanaqa belgilab olamiz? Dollarni belgilisini qo'yib qo'yamiz, xabaringlar bor. Ya'ni u yerda pul bor degan, endi o'sha pulni yechib qaytadi degan ma'noda. Xo'p, undan keyingi patternlarimizni ham misol qilib qo'yamiz. Bizda bu tarafda likvidness shakllangan. Hop, buni teskari holatda ham xuddi shu. Mana bu zonada ham likvidness shakllangan. Kelib qolibdimi? Xo'p. Mana shu maksimum minimumlarda likvidness shakllanadi. Bozor o'shani yechib turib harakat qiladi. Ya'ni pattern deb o'ylagan vaziyatimizda ko'pincha. Yana qaysi trendini ham yozib qo'yamiz, to'la buy trend chiqishda ham xuddi shunaqa. Mana bu zonada ham likvidness. Agar sellga bo'ladigan bo'lsa ham trend xuddi shunaqa. Ya'ni sellga likvidness shakllantiradi. Va buni yechib turib narx yana dashi davom etadi. Hop, buni ham belgilab qo'yamiz. Hozir 1 minut. Xuddi shu holatda bozor likvidness shakllantiradi, likvidness yechib ketadi. Patternni ham ko'rishingiz mumkin bu narsani. Boyaga o'sha trend bo'lgan pattern ko'pchilik misol uchun internetda ham chiqib qoladi. O'sha patternni ham mana ko'rishingiz mumkin. Buni ham bir qator misol qilish. Prosta likvidness bunaqa bizga qanday tushuntirsam bo'ladi? Har doim har bitta vaziyatda zarur emas. Bu bozorda prosta biz ko'zimiz bilan ko'rib turadigan, endi o'shani yechilishiga qarab keyin savdoga kirishimiz kerak bo'ladigan tushuncha desak ham bo'ladi, zona desak ham bo'ladi. O'sha zonalarni qanday topishni ham hozir o'rgatib qo'yaman. Ya'ni har qadamda uchraydi likvidness, o'shani yechishni kutib turib savdoga kirgan yaxshiroq. Hop. Mana shu holatda maksimum va minimumlarda shakllanadi likvidness. Tushundinglar? Pattern bo'ladimi, trend bo'ladimi, yoki maksimum minimum bo'ladimi, uровень bo'ladimi, xuddi shu maksimum bilan minimumni yechib turib yoki trendni yechib turib, bozor undan keyin dashi o'zi trend qaysi tarafga bo'ladigan bo'lsa, o'sha tarafga dashi davom etib ketadi. Xo'p. Undan keyingisi bizda qanaqa likvidness turlari bor? Asosan 2 turga bo'linadi likvidness. Bizda tashqi struktura likvidness va ichki struktura likvidness bor. Tashqi struktura liquidity va ichki struktura liquidity. Hop, endi buni qanday aniqlaymiz? Bizda tashqi struktura birinchi navbatda asosiy swing trade, ya'ni swing maksimum swing minimum aniqlab, to'g'rimi? Bizda H4 time frame trend buy'ga, aytaylik, trend buy'ga bo'ladigan bo'lsa, narx mana shu holatda harakat qilyapti, to'g'rimi? Bizda H4 da minimum, maksimum tasdiqlangan, bu joyda struktura bo'z qilgan, misol uchun H4 time frame uchun struktura bo'z qildi. Va bizda likvidness qaysi joyda aniqlanadi? Premium discount tortadigan bo'lsanglar 50% kelib chiqadi, to'g'rimi?
bizni birinchi navbatda eng kerakli bo'ladigan likvidimiz ana shu 50% gacha bo'lgan zonadagi PSL ko'pincha shpilka hosil qilib turib ketadi. Ya'ni bozor mana ko'tarilish qanaqa bo'ladi? Narx ko'tarilish mana shunaqa ko'tarilish bo'ladi. Maksimumgacha chiqadi, to'g'rimi? O'sha maksimumga chiqqanda sizlar minimumdan maksimumgacha tortasizlar-ku, o'sha premium diskount tortganinglardan keyin bizda mana shu yuqoridagi premium zonamizdagi, ya'ni trend buy bo'ladigan bo'lsa, mana bu premium zonamizdagi minimumlarda shakllangan zonalar, ya'ni bloklari ham bo'ladi, обязательно buni. O'sha zonamizdagi pulning hammasi bizda ichki struktura likvidnost hisoblanadi. Ya'ni ichki struktura likvidnostini yechgandan keyin bozor buyga harakat qiladi degan tushuncha bor, to'g'rimi? Bizda mana shu 50% gacha bo'lgan hammasi likvidnost va bozor imuni shuni yechgandan keyin buyga harakat qilishi kerak. Mana shu likvidnost yechilishiga qarashinglar kerak bo'ladi. Ya'ni sizlar kuzatasizlar, narx tushadi, ozgina yechmasdan razvrot qilib qo'yadi, buy tushayman deb o'ylaysizlar, lekin bozor yana tepadan tashib qo'yadi va bizda mana bu ichki struktura likvidnostini yechib 50% pastdagi zonaga tushadi. Va mana bu vaziyatga aldanib qolmaslik kerak bo'ladi. Diskount zona, premium zonani o'zidan buyga harakat qilib qolsa. Tushunyapsizlar? Ya'ni bizda ichki struktura likvidnosti mana shu 50% yuqori, ya'ni premium zonamiz. Agar trend buy bo'ladigan bo'lsa, premium zonamizdagi shular hammasi ichki struktura likvidnosti hisoblanadi. Bizda yana dalshi qanaqa likvidnost bor? Ichki strukturada sal boshqacharoq likvidnost ham bor, hozir buni o'chiramiz. Mana bu pastda ham shakllanadi. U qanday bo'ladi? Pastdagi zonamizda, ya'ni diskount zonamizda ham likvidnost shakllanadi. Ehtimol bu zonada ishlamagan blok bor. Pastda qanaqa? Bu ishlagan, o'sha undan keyingi ham bir-biriga urilib ishlagan va ishlagan. 3 ta blok ishlaganda hammasi ishlab bo'lgan, lekin tepada bitta ishlamagan turibdi. Mana shu ham likvidnostga kiradi. Ya'ni liquidity gap deydi buni, o'sha ekstremalniy zonada uchratamiz ko'pincha, ya'ni bozor mana bu blok ishlamagandan keyin dash ketib qoladi minimumni yangilab. Mana bu likvidnost yechish nimaga? Chunki bu yerda blok yo'q-da. Tushunasizmi? Bu minimumni sweep qilib turib qaytish ham mumkin. Shpilkasi bilan urib, misol uchun sham shpilkasi bilan urib turib, keyin ko'tarilishi ham mumkin. Ya'ni bu yerda hamma blok bir-biriga ishlab bo'lgan, order flow, misol uchun zanjir holatga ketgan bo'lsa, bu yerda hammasi likvidnost shakllantiradi. Bozor imuni o'sha bitta blokdan ozgina reaksiya olib tushib ketdimi, bo'ldi. Bu zonalardan buyga harakat qilib ko'rmaydi. Agar ishlamagan blok turgan bo'lsa, ishlash buyga harakat qilishga arziydi. Mana shularning hammasi ichki struktura likvidnosti. Ya'ni blok ishlaganmi, o'sha bo'ldi. O'sha bizda likvidnost shakllantiradi. Mana misol uchun bizda blok bor, bozor mana shu zonada blok shakllantirdi, ko'tarildi, blokka reaksiya olib chiqyapti yana, to'g'rimi? Va yana ozgina tushdi, yana blokdan tepaga harakat qilib ko'tarilyapti. Xo'p, bizda mana shu ikkita blok bor edi. Mana shu ikkita blok bor edi. Misol uchun primyer ikkita blok ishlab bo'ldi. Bizda boshqa blok yo'q. Aytaylik bor, shu yerda ham misol uchun bitta blok deb oladigan bo'lsak, sal pastrog'ida. Kuzatasizlarda bozor o'sha blokka tushadi, narx ozgina reaksiya olib ko'tariladi, keyin maksimumdagi zonamizni yechib turib, narx pastga qarab quladimi, o'sha bu yerda ishlagan blok. Nima qilasizlar? Shu yerdan buyga harakat qilib ko'rmoqchi bo'lasizlar va bu katta xato bo'ladi. Nimaga? Chunki bundan ozgina reaksiya oladi, olmaydi, narx pastga qarab qulab ketib qoladi. Chunki bu yerda hammasi ishlab bo'lgan. O'sha ishlab bo'lgan blokimiz har bittasi bizda liquidity gapni hosil qiladi. Ya'ni yozilishi qanaqa bo'ladi uni? Liquidity gap deyiladi. Xuddi shunaqa. Ya'ni asosan ekstremalniy zonalarda, maksimum minimumlarda uchratamiz buni. O'sha maksimum minimumlardan qidirayotgan paytda blok chiqmaydi, har qanaqa time frame chiqmaydi. Nimaga? Imuni u zonaga tushadigan bo'lsa, narx o'sha ketib qoladi, oqib degan. O'shaning uchun yaxshilab kuzatish kerak. Euro juda ham hozir asosiy blokda turibdi. Agar narx uni ham yorib o'tadigan bo'lsa, minimumni shpilkani, ya'ni shpilkasi bilan yechib qaytish mumkin, sweep qilib. O'sha narsani kutib turibdi. Agar yechmasdan mana shu blokda o'zidan ketadigan bo'lsa, yaxshi bo'ladi ancha. Xo'p, o'sha ichki strukturani likvidnost hisoblanadi. Bizda tashqi struktura likvidnosti ham bor. U qanaqa bo'ladi? Xo'p, bizda misol uchun H4 time frame hozirgi holat, ya'ni narx maksimumni urdi va pastga harakat qilib kelyapti, to'g'rimi? O'sha pastga harakat qilib kelayotganda bizda nima bor? Yana premium discount bor. Misol uchun premium discount bor, 50% kutdi, narx ozgina reaksiya olib tushdi, 50% ga pastdagi zonadan narx ko'tarilishi kerak. O'sha razvorot qilishini o'zida mana bu pastda razvorot qilgandan keyin sizlar yana premium discount tortasizlar. Mana shu zonaga. Premium discount tortganlardan keyin narx 50% tepasiga chiqishi kerak, обязательно. O'sha 50% tepasiga chiqqandan keyin mana bu zonalarda bizda likvidnost shakllanadi. Полностью mana shu narx tushishini o'zida 50% tepasidagi zonada, past emas, tepasidagi zonada. Va sizlar o'sha zonaga chiqqanda yana selga harakat qilib ko'rmoqchi bo'lasizlar, tillada bo'lgan holat hozir ko'rsataman va yana narx tepaga qarab uchadi. Ya'ni mana bu likvidnostda full yechib ketadi hammasi. Sizlar mana shu likvidnost zonadan selga harakat qilib ko'rmoqchi bo'lasizlar, bu xato. Chunki asosiy trend buyda minimum, maksimum va narxda mana shu bloklar hosil qilgan, uni shu zonalarda shpilka qoldirib ketgan. Bu bizda tashqi struktura likvidnosti bo'ladi. Ya'ni trendga qarshi chiqish xato.
Bu zonadan bayga ushaldim, bo'ldi, shuni ushlash kerak. Tepaga chiqqanda selga kirish xato narsa, chunki oldingi holat, ya'ni tillaga 15, 17, 18 zonalardan selga harakat qilganlar ancha qiyin holatga tushib qoldi. Buni ko'rgan bo'lsanglar, yana plyus narsa, Osiyolik fitnessni ham gapirib oxirida tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni Osiyolik fitness shakllanuvdi, o'shani minimumni yechdi, maksimumni yechish uchun narx ko'tarilishi kerak edi. Hop, bizda immunni mana shu tashqi strukturalik fitness, ya'ni trendga qarshi chiqish deyiladi. Narx selda bo'lsa ham xuddi shunaqa. Misol uchun bu holatda trend agar tasdiqlangan bo'lsa, maksimum, minimum, yana maksimum, yana minimum, trend selda. Trend selda. Hop, bizda premium diskant tortamiz maksimumdan minimumgacha. Narx polностью 50% gacha bo'lgan hammalik fitnessga yechib, narx chiqdida уже sell zonada, ya'ni premium zonamizda, to'g'rimi? Premium zonadan ushladinglar ham, narx уже bu tarafga qarab yurish boshlayotgan paytda sizlar mana shu pastdagi zonaga kelganda nima qilasizlar? Yana blok qidirasizlar, yana bayga harakat qilib ko'rasizlar. Va bu katta xato. Immunni mana shu bloklarimiz hammasi likvidni rolini o'ynayveradi. Trendga qarshi bo'lgan bloklar. Bu tashqi struktura likvidnesi, o'sha likvidnessni yechish kerak, ya'ni bu yerda agar trend selda bo'ladigan bo'lsa, u buy side likvidness, ya'ni buy side likvidnessni yechadi, undan keyin narx ozgina ko'tarilishi mumkin. Bu minimumni urmaguncha sizlar вообще bayga harakat qilmanglar, maslahatim. Sizlar bayga harakat qilmoqchi bo'lsangiz, ozgina narx quvvatga tushib, tashi oqib ketadi. Yoki narx teskarisi bo'ladigan bo'lsa, tepaga uchib ketadi. Bu immunni tillada bo'lgan holat, bu pastdagi o'sha. Ya'ni tashqi struktura likvidness mana bu zonada, ichki struktura likvidness mana bu zonada. Tushundinglar? Narx tushgandan keyin 50% qoplaguncha ichki strukturani yechish kerak. Narx уже trend o'zgardimi, seldami, общий ham kichkina time frame o'zgardi, bo'ldi. Tashqi strukturani yechmaguncha sizlar вообще bayga kirmasinglar kerak bo'ladi. Xo'p, endi navbat buni bozorda ko'ramiz hozir. Sirojiddin, qarang, shunda har bitta pattern likvidnessda, to'g'rimi? Da, har bitta pattern hozir immun biz uchun likvidness. Uni yechish uchun chiqqan switchani o'zi ham bitta likvidness hosil qilib ketmaydimi? Misol, har bitta maksimum minimumni hosil bo'ladi deyapsiz. Har bitta maksimum minimumni degani qanaqa? Oddiy maksimum emas, immunni patternga o'xshash maksimum, ya'ni narx ko'tarilib tushib turib, ko'tarilib tushgandan keyin o'sha maksimumni urishga harakat qiladi va o'shani urgandan keyin уже bizga tasdiq oladi. Ya'ni narx minimumgacha tushishi kerak. Urdimi shu maksimumni siz selga harakat qilib ko'ring, unda narx pastga tushishi kerak. Chunki nimaga? Mana bu maksimumni urgandan keyin traderlar buy deb o'ylaydi. O'sha buyga deb o'ylaydi. O'sha narsa xato. Tushunyapsizmi? Ya'ni ularni nazarida misol mana narx chiqdi, shunaqa urinishni hosil qildi, yorib o'tdi, ular buyga kirmoqchi bo'ladi, to'g'rimi? Retestdan. Narx oqib ketadi. Mana shu maksimumlar bizda likvidni shakllantirgan va ularni stop loss'i bu joyda yechiladi. Примерно shu yerda. Pastdagini ham yechib ketadi, dash pastga qarab. Shunaqa maksimum minimum. Endi mana bu maksimumda shakllangani qachondir narx o'sha zonaga chiqishi kerak обязательно degan. Immunni pastdagi zonaga ham xuddi shunaqa. Yillar kerakmi, qanchadir muddat kerak tushadi. Polibon tillada ham, misol boshqa parada ham bo'lish kerak bo'lgan holat. Ya'ni likvidni yechgandan keyin narx impuls bilan qaytgan zonani baribir qachondir kelib oladi. Lekin kichkina time frame ga keladigan bo'lsa, asosiysi strukturaga e'tibor qaratish kerak. Misol uchun 15 time frame ni ko'ramiz hozirdan mana. Hop, M15 time frame maksimum tasdiqlangan edi. Bu joyda mana maksimum tasdiqlangan edi. Bizda bir marta sweep qildi. Bu joyda ikkinchi marta narx kelib kelmasdan narx pastga qarab otdi, to'g'rimi? Hop, pastga qarab otganda o'zida bizda pastdagi blokdan bayga ushaldi, plyus tarafi va bizda yana pastdagi minimum tasdiqlandi. Va trend buy'da, trend buy'da hop. Trend buy'da mana bu joyga qaytaramiz. Hop, trend buy'da bo'ladigan bo'lsa, bizda qanaqa holat kerak? Bizga har bitta reaksiyasida buy ushlashimiz kerak. Narx ko'tarildi, ya'ni keyingi reaksiyada buy. Mana bu maksimumgacha, to'g'rimi? Hop, hozirgi aytayotganim qanaqa, agar kichkina time frame da misol uchun kichkina time frame da ko'radigan bo'lsanglar, hozir M12 o'tib ketib qoldi, M1 da ko'radigan bo'lsak. Hop, dash bu yerda faqat imbalans plus bitta blok shakllangan. Mana bu joyda breaker blok va ikkinchisi maksimumdagi blok mana. Ko'radigan bo'lsak, ikkita blok shakllangan selga. Ko'pchilik qiladigan xatosi nima? Shu bloklardan nima qilib ko'radi? Selga harakat qilib ko'radi. Narx chiqdimi? Bo'ldi. Selga, immunni pastdagi zonaga tushish kerak. Xo'p, u yergacha tushishga sabab bormi? Birinchidan nima sabab kerak u pastga tushish uchun? Sabab nima uchun? Просто trendini shakllangancha o'shani misol uchun tushadi deb turib nima qilish olganmi, boshqa ham bilmadim, lekin mana shu trendinami buni yechdimi, yechmadimi? Bizga yechsa bayga kiramiz, yechmasa u bizga ziyoni yo'q. Dash ketaveradi bayga qarab. Yechdimi, undan keyin bayga kirishimiz kerak. Yechmasa dashi bayga chiqaveradi bu narsa. Xo'p, bizda birinchi blokdan narx ozgina reaksiya oldida, уже deyarli shunaqa holatda harakat qildi va manipulyatsiya qildi. Asosiysan undan keyin tepaga London kirib, New York dashi urib berdi tepaga qarab. Buni hozir likvidnessni ham ko'rishimiz mumkin. Hozir buni yutib beraman. Dashi.
Hop, 12'siga qo'yib olamiz, sal tezroq yurgizsak. Hop, M5 ga to'naqam hozir ancha qiynalgan shekilli. Bitta pastga manipulyatsiya qiladi. Narxiy g'ildivosh Osiyo sessiyani manipulyatsiya qilib, dashi bagiga qarab uchadi. Hop, manipulyatsiya qildi. Yo, endi qilaman. Ha, bo'ldi. Mana shu immuniy shu zonada qildi, dashi, undan keyin narx tepaga qarab. Ko'ryapsiz, qanchalik narxiy qilib qolyapti. Mana shu zona, mana likvidni sechgan. Hop, bitta o'chirib turib hozir ko'rsataman bu zonada bitta nimani yoqamiz, hozir ko'rasizlar o'zingizlar. Sessiya indikator. Sessiyaga qaramagandan keyin u narsani tushunmaydi odam. Sessiyaga qarash kerak. Osiyo likvidnessini har doim yechib yuradi, manipulyatsiya qilib yuradi bo'ldi. 80%, 70% holatda. Mana men e'tibor qilayotganim shu narsaga, mana Osiyo sessiyaga kirdida, Osiyo sessiya mana narx shakllanib, to'g'rimi? Osiyo sessiyani minimumni belgilab olgan edim. Unda mana minimum shu zonada edi. Hop, buni 2x qilamiz. Osiyoni maksimum bor edi. Osiyoni maksimumini ham belgilab oldim mana. Hop. Osiyoni minimumni yechdimi, uje bizda nima bor edi? Bu yerda order flow shakllangan edi. Esinglarda bo'lsa, mana bu ishlab bergan bu order flow. Mana. Hozir mana shu order flow ishlab bergan, undan keyin order flow. Mana. Undan keyin order flow bu zonada shakllangan edi. Va mana shu order flowdan narx pastga chiqib keta olmayapti-da. Ko'ryapsizmi? Narx order flow ishlagan, undan keyin обязательно mana narx tepada yig'ilib tushib turib, yana ozgina ko'tarilib, yana nima qilib, Osiyo sessiyani minimumni yechishga harakat qilib, bitta yechdimi impuls bilan qulab, immuniy shu zonadan yana buy berib yuboryapti. 14-13 bu zona. 14-13 dan buy berilyapti, stop loss 12 ga. 12 qayerda? 12 order flow'ni pastida. Ya'ni order flow'ni yoradigan bo'lsa, keyin narx tushib bersa bo'ladi, to'g'ri tushunsa bo'ladi. Endi shu zonadan buyga berdimda, narx yana tepaga chiqib, Osiyoni urdim, endi bo'ldi, buylarni save qilamiz deyildi. Buylar save qilindi, endi Osiyoni maksimumni olganda, keyin narxi nima bo'ladi? O'rtasiga qaytyapti-da, yana selchilar foydada. Например, M1 ga o'tadigan bo'lsak, bizda ko'rdinglar, bu sessiyani yana oxirida tushuntirib beraman, o'chirib yuboramiz. Короче, bizda tema qanaqa? O'chiramiz full. Bizda Osiyo yangilangan I plus M1 da mana bu blok shakllangan. Hop. Abdulaziz aka telefon qilyapti, javob berib. M1 da blok shakllangan edi. I bizga tasdiq nima? Tasdiq mana bu maksimum urib qaytayotgan, ya'ni struktura уже trend buy'da. To'g'rimi? Trend buy'da maksimum urib qaytyapti, pastga manipulyatsiya, ya'ni bu joyda sell side liquidity yechib, Osiyoni ham minimumlarini yechib turib narx tushyapti. Bu degani bemalol buy bo'lsa bo'ladi degani. Xo'p, undan keyin narx qanaqa holat, men o'zim ham chizib kanalga tashladim, agar ko'rgan bo'lsangiz, shu holatda 22 gachami, 20 gachami buy ushlaymiz deb turib kanalga tashlab qo'ydim, mabodo tushadigan bo'lsa dedim. Undan keyingi harakat xuddi shunaqa bo'ldi, ya'ni tushib berdi. Hop, tushdimi, tushmadimi? Yo, tushmasdan ketdi shekilli adashmasam. Yo, bo'ldi. Ozgina xatolik ketdi. Ozgina xato tashladim. Bor, uzr, hozir qaytaraman. Kanalga tashlagan zona mana bu joyda edi. Esinglarda bo'lsin. Hop, mana kanalga tashlaganim. O'chiramiz buni. Ha, mana. Uji biz buy kirganmiz, mana bu zonadan buy kirganmiz. 14-12 danmi, 14-13 dan buy kirganimizda narx tepaga chiqdi-da, uje bu yerda maksimumni yechdi. Osiyo sessiyani mana bu joyda maksimumni yechdi. Osiyo sessiyani hayni urdi, to'g'rimi? Osiyo hayni urgandan keyin save qilamiz deyildi va bu joyda mana bu joyda cho'ch model hosil qilib, narx selga uje aytdim-ku, M1 da cho'ch qiladi, hamma selga kiradi, narx buy ketadi dedi. Endi prikol qilib tashaldi bu narsa, selga ketdi ham, gap so'z yo'q, lekin pastdan buyga ushaldi, baribir buyga ketdi, to'g'rimi? M1ni cho'chi o'sha imunda 20-30 punkt, maksimum 40 punkt tashlab berdi bu zonada mana. 30 punktmi, keyin 30 punktdan chiqmasa kerak. Shunaqa tashlab berdi. Undan keyin dashi pastdan buyga ushaldi. Buyga berayotgan zonam qaysi? Buyga berayotgan zonam birinchi mana bu order flow'dan berdimda. Yo'q, order flow'dan bermadim. Order flow'dan o'zim uchun analiz qilib qo'ydim. Shu zonadan ketsa kerak edi, lekin kanalga berganim 14-13. 14-13 qaysi zonaga keladi? 14-13 примерно mana shu blokka to'g'ri kelyapti 14-13. Stop loss 12 da edi mana 14-13 pastda. Shunda ham e'tibor qarsanglar, mana bu minimum hosil qilib ketdi-yu bozor. Shu minimumni yechib turib ketdi, bilgan bo'lsanglar. Nimaga? Mana bu joydan buyga kiradigan treyderlar stop lossni minimumga qo'yadi. Uni stop lossni yechib, keyin bozor harakat qilgan. Yaxshi ko'ramiz buni. Yurgizsam ko'rinadi. Selga tashladi ham va mana bu ko'rdinglar. Bu joyda o'sha stop losslarini yechdi. Stop lossimizni yaxshi ham pastroqga berganimiz 12 dedi. Stop loss примерно mana shu zonada edi. Stop lossga yaqin keldi, o'sha hamada panika, vahima har doimgidek shov-shuv boshlangan paytda narx bu yerdan razvrut olib, chiroyli chiqib ketdi, tepaga tushdi.
va tepadagi strukturani bosgandan keyin xuddi shu holat bo'lsa keyin dashi tepaga tushish kerak edi. Tepaga chiqib berdi mana. Shu holatda. Xo'p. Undan keyingi qadam bu M15 maksimum urish kerak, ya'ni kuchsiz maksimum, to'g'rimi? Va narx tepaga bu metr yorib o'tdi. Undan keyin sirada narx orqaga ham qaytib berdi. Hozirgi holat. Mana. Prosta ko'rishingiz mumkin. Hammasi chotki, xudo xolasi. Xo'p. Endi hozirgi holatga ham ozgina nima qilib o'tib ketamiz. Ta'rif berib, qanaqa holat, nima kutsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi. Doimgidek strukturani belgilab olamiz. M15 bos qildi. Hop, M15 bos qildi. Bizda M15 minimum shu joyda qoladi. Hop, shu joyda qoladi M15 minimum. Shu joyda qoladi. Bizda bagi qayerdan chiqsa bo'ladi degan savol. Hali inducement yechilmadi M15 time frame. Inducement qaysi zonada? Mana bu zonada. Bozor mana shu inducementni yechadigan bo'lsa, pastdagi blokka kelib beradi. Katta ehtimol bilan imенно shu blokdan yana dashi bagi harakat qilib ko'rsa bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu pastdagi blokdan. Примерно bu ham 50% dan pastga to'g'ri kelsa kerak. Hozir tortamiz premium discount. Agar inducement yechiladigan bo'lsa, mana shunaqa. Shu zonadan xudo xolasa dash uzoqqa. Endi hozir kichkina time frame'da ham ko'rsatib o'tdim. Mana bu order flow'dan ham bagi harakat qilib ko'rsanglar bo'ladi. Buning sababi nimada? Order flow'dan dash chiqib ketib qolishi mumkin maksimumgacha. O'shaning uchun shu zonada ham harakat qilib ko'rsa bo'ladi deb ko'rsatdim. Lekin M15 trend buy'da hozir qancha tushmasin, xudo xolasa bagi ushlash kerak. Hop, bizda liquidness bu tarafda dashi qolmagan, hammasini bozor yechib olgan, yechib olib turib, keyin ketdi, to'g'rimi? Hop, bizda liquidness shu qisqacha shu liquidness bor ekan, agar yechadigan bo'lsa, undan keyin pastdagi blokdan xudo xolasa tepaga qarab tushiramiz nasib bo'lsa. Shunaqa ideya bor. Tuzatish kerak. M1da hozir mana kanal bo'lib kelyapti-yu tepadan. Aha. O'sha ham liquidnessga kiradimi? Da, mana bu zonalar hammasi liquidness. Bozor o'sha trendni o'zgartirib, dashi shuni yechgan chiqib ketadi. Liquidnessni ham shunda trend bo'ylab ishlatamiz, to'g'rimi? Da, agar trend ina shakllangan bo'lsa ham o'sha liquidness hisobida uni yechdimiz, sразу agar misol uchun agar hozir ko'rsataman mana. Mana shu holatda trend bo'lganda, agar hozir narxda mana shu holatda trend bo'yicha tushib kelayotganda, shuni yechgandan keyin biz selga harakat qilib ko'rsak bo'lasi edi. Tepadan yana pastga tushgan. Hop, normal uxlash bo'lyapti hozir, ko'z tegmasin. Hozir 1 minut. Hop. Shunaqa, xudo xolasa, bizda hozir liquidness shakllangan qaysi mana bu zonada mana. Ko'rishingiz mumkin. U joyda narx ozgina orderlar shakllangan, ya'ni bloklar bir-biriga ishlab, urilib chiqqan. Shunga qarash kerak bo'ldi blok. Bir-biriga urilib chiqdimi? Bu zonada blok yo'q, oxirgi misol uchun zonamiz mana shu zonada blok bor. Agar buni yoradigan bo'lsa, pastdagi liquidness yechib, pastdagi blokkacha tushib beradi. degan tushuncha bo'lishi kerak va immuniy narx shu zonadan razvrot olsa, bagi uzoqlashib ushlash kerak и mana bu bloklardan yana selga harakat qilib yurmash kerak. Nimaga? Trendda tashqari, ya'ni tashqi strukturani liquidness hisoblanadi. Ozgina bu yerda ham narx yig'ilib, keyin dashi tepaga tushish kerak. Shunaqa ideyalar bor. Agar buni ham pastga yechadigan bo'lsa, undan keyin sal boshqacha variantlarimiz ham bor. Lekin maksimum shu zonalarga e'tibor qaratsak bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, undan keyin dashi bozorda yana liquidnessni ozgina ko'rib chiqamiz, katta time framelarda ham. Misol uchun mana shu maksimumni urgani sababi nima? Ko'pchilik o'sha bitim ochganlar, ya'ni sel bitim ochganlar stopini maksimumga qo'yasiz edi, narx immuniy shu zonadan razvrot qildi, pastga shuncha mana cho'ch model hosil berdi-da, tepaga chiqdi va stop losslarni yechib keyin selga qarab ketdi. O'shanaqa maksimumda stop loss qo'ymanglar, sal yuqori ko'tarib qo'yinglar, bloklarda ham xuddi shunaqa, sal bloklarda ham tushirib boshqa qilib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun mana immuniy shu zonada mana maksimum urilgan, minimum bor, narx ko'tarildi, ozgina bu joyda consolidation o'zi liquidness, bozor o'sha consolidation yechib, mana liquidness zonani pastdagi mana blokdan tepaga tushdi. Undan keyin yana trend liquidness shakllangan bu joyda mana ko'rsanglar, chiroyli trend liquidnessni yechdi, trend liniyachilar selga kirmoqchi bo'ladi, lekin bozor mana bu blokdan xudo xolasa bagi yurib berdi.
Xo'p, yana qanaqa vaziyatlarda bor? Xo'p, mana bu joyda ham xuddi shunaqa, mana Trending Liquidity, Trending Liquidity bozorga yetishgandan keyin pastdagi blokdan, mana bu blokimizdan narx buni ham siyib qilib ketgan daji, adashmayotgan bo'lsam, bunga ham yetib ketgan ekan daji, stop losslarni. И narx yana tepaga. Mana maksimumda ham xuddi shunaqa uровеньda shakllangan, mana uровень bormi? Bizda mana misol uchun yorib o'tgandan keyin hamma bayga kiradi, retail treyderlar, и bizda naоборот buni yechgandan keyin maksimumdagini narx mana yechgandan keyin pastga qarab yurishni boshlagan, и pastdagi likvidностьni ham yechgan. Chiroyli manipulyatsiya bo'lgan, ya'ni Osiyo sessiyani maksimumni minimumdan urib ketgan. Yo'q. Xo'p. Efir hozir o'chadi 1 minutdan keyin davomini qayta yoqaman. Qanchadir sekund qoldi. Hozir gapirishga ulgurmay qolaman.